Uzun HTML dersidagi 17-ci qism HTML 2 bağlanışçı ramka. 2 bağlanışçı ramkaga odatda iframe orqali aniqlab beramiz. Uning grammatikasi maqlalat bo'ldi. Ya'ni men src degan o'rniga bir dona ulanış adresi keldi. Uningki asli kodni ko'radigan bo'lsak, mana iframe mana bu oxirlash xat kuchi src deganga bir adres keldi. Buning unumi mana maqlalatda ko'rindi. iframening kenglik va egizlikka kenglik, voids xarakter va egizlik height xarakterining qiymatlari orqali aniqlab beramiz. Bevosita qiymat bersak, piksellik qiymat hisoblaydi. Ya'ni % belgisini qo'shib, % qiymat berish kim bo'ladi? Mana misol qaraydigan bo'lsak, buningda 450 mana birlikni yozma vaqtimizda bu piksel bo'ldi. Biz yoki buningga bet yuziningki kenglik bo'yicha 60% deb maqlalatda qiymat versak, o bet kenglikninki 60% qisminiki nemis bo'yicha oladi. Versin. Egizlikka 240 piksel. Buningki 40 hozir 40 0 degan qiymatni olgan bo'lsa, mana hozir buningki mana 40 yo'q holatda. Mana 3-mazmun iframe'ni 40 o'chirish va uni orqali ziyorat qilish. Mana frame borderining qiymati 0 orqali mana 40 ni ko'rinmas qilg'ildi. Hozir mana 40 ko'rinmagan holatda. Mana frame borderining qiymatini agar men 1 deb bir qiymat versam, buni yengilgandan keyin mana 40. Hozir meyada 40 ko'rindi. Anodagi ulanish xat kuchiniki tarjih xarakter qiymati bilan iframe'ning name qiymatini o'xshash qilish orqali ulanish adresini ishga bog'lanish ramkasining nishon ko'rsatish adresi qilib ishlatkili bo'ladi. Masalan, mayadagi mana bu ulanish xat kuchiniki mayadagi tarjih qiymatini biz iframe a deb oldik. Ma iframe'ningki name qiymatiga iframe a deb ma qiymat bilan ma qiymatga o'xshash qiymat bergandan keyin biz mayadagi ulanish xat kuchiniki ma qiymatini boshqa vaqtimizda ma iframe'ningki mayadagi src qiymati ma a'ningki harf qiymatiga o'zgardi. Masalan, ostida masaburikum buni bosgandan keyin bet yangilanmadi. Bevosita ma qismi o'zgardi.